Muborak Ramazon oyida ezgu va xayrli tadbirlar davom etmoqda. Sport vazirligi tashabbusi bilan Kattaqo'rg'on shahrida tashkil etilgan ijtimoiy himoya reyestrida turgan yoshlar hamda ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan xayriya tadbiri ham bu boradagi ishlarning amaldagi natijasi bo'ldi. Tadbirning asosiy maqsadi yoshlarni ommaviy sportga keng jalb etish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Tadbir davomida Sport vaziri o'rinbosari Shahrillo Mahmudov Kattaqo'rg'on shahrida ijtimoiy himoya reyestrida turgan bir guruh fuqarolarga sport formalari va zarur sport jihozlarini topshirdi. Ta'kidlanganidek, bunday e'tibor va g'amxo'rlik yoshlarni sport bilan muntazam shug'ullanishga undash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda kelajakda sport sohasida yuksak natijalarga erishishlari uchun muhim rag'bat bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, tadbir doirasida muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan iftorlik dasturxoni ham tashkil etildi. Unda shahar hokimi Gavhar Alimova jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Yaxshi tilaklar, duolar bilan boshlangan tadbir yig'ilganlarning yuzlarida shukronalik hissini uyg'otgani shubhasiz. So'zga chiqqanlar bu kabi xayrli tadbirlar xalqimizga xos azaliy qadriyat bo'lib, bugungi muborak Ramazon oyida o'zini yanada yuksak namoyon etayotganligini alohida ta'kidladilar. Iftorlik davomida Ramazon oyining insonlarni yaxshilikka, mehr-oqibat va saxovatga chorlovchi ma'naviy ahamiyati alohida e'tirof etildi. Tadbir ishtirokchilari bu kabi xayrli ishlar jamiyatda birdamlik va o'zaro hurmat muhitini yanada mustahkamlash, insonlar qalbida ezgulik va bag'rikenglik tuyg'ularini kuchaytirishini ta'kidladilar. Mazkur xayriya tadbiri nafaqat amaliy yordam, balki insonlarga e'tibor va mehr ko'rsatishning yorqin namunasi bo'ldi. Tadbir ishtirokchilari tashkilotchilarga samimiy minnatdorchilik bildirib, bunday ezgu tashabbuslar kelgusida ham davom etishiga umid bildirdilar.